Hozir bular tugatgandan keyin tomchi boshlaydimi? Tomchilar boshlaydi. Mana bu yoq blok tugatdi deyapsiz. Bu yoqdan tushira olmaysizlarmi tomchini? Bizni hozir tomni tushirgan taqdirimizda, fasadimizda ozgina ishlarimiz bor. Tomni qilsak, lyulkalarni u yoqdan bu yoqqa joyini o'zgartirishimiz bor. Yana tomga xalal beradi. Tomchilar bugun tomchilarni chaqirgandik. Lekin tomchilar xudo xolasa bir haftada 100% tom yopib ketamiz deb aytishdi bizga. Bir haftada yopib ketadi? Bir haftada 100% tom yopib ketamiz deb aytishdi. Gap yo'q, agar bir haftada yopsa shu tomchini ushlab olish kerak qattiq. Faqat fasadni tayyorlab bersanglar, bizga ertaga lyulka xalal bermasligini hisobini olsanglar, biza kelib sirazi ishimizni boshlab ketamiz deyishdi. Bu taxtada tomga? Bu hammasi taxtalar tomga kelgan. Strapilar. Vertolyot deyotganingiz mana bumi? Xuddi shu. Bu steshkani tekslab beradi. Tekslab chiqadi bunda. Tekslab ham trambovka qilib beradi. Mana kecha xuddi shu lyulkamiz bizda steshkaga xalal bergan hisobiga biz uni boshqa joyga ko'chirdik. Sirazi joyiga qo'ydik. Agar tomni yopsak, bu yana bizga xalal beradi. Shuning hisobiga biz fasadni tezlashtirishimiz kerak. Qimirlayapti-yu, opasniy emasmi? Yo'q, bu o'zi shunaqa o'ynab turadi. 600 kilo yuk ko'taradi bu. Mametlar ham ochilib qopti. Bu Bitta nima deyapsiz foraslar? Ventilyatsiya shaxtasi bu. Ventilyatsiya shaxti o'tgan safar ko'rsatdik-ku. Ventilyatsiya shaxtasi o'tgandan keyin atrofini gazoblok bilan yopamiz. Tom yopishdan oldin. Gazoblokchilar ketib bo'ldi-yu, umidlar. Buni tomchilar o'zi teraveradimi? Yo'q, gazoblokchilarni biz ushlab turibmiz, ketmagan hech qayerga. Umidlarni ishi tugab bo'ldi deyotdi-yu. Yo'q, biz ishlari borligini hisobiga bolalari ham shu yerda, biz olib qo'yganmiz ularni. Tushunarli.